Ana endi o'zbek xalqi pul topsa azaldan uy qiladi, to'y qiladi, to'g'rimi? To'yda ham qoyil qilishadi. Umuman ayollarimizni qo'liga ham bir 500 ming berasizmi, 100 ming berasizmi, 200 ming berasizmi? Shartta pulni oladi, bozorga boradi. Ha desa, sepini qilib qo'yamiz deydi. Hali kuyov aniq emas, kelin aniq emas, to'y kuni umuman aniq emas. Lekin ayollarimiz qilib qo'yishadi. Mana bir chekkaroq joyga to'yga bordim. Hali to'y boshlangani yo'q. Hofiz qo'shiq aytgan bitta opamiz tez raqslar tushyapti, mana shunaqalardan. Mana shunaqalarni o'ynayaptilar, maza qilib. Opa olda sekin bordim. Opa tinchlikmi? Nima uchun tez raqsga tushyapsiz? Opa ham tinchlik, tez o'ynab ketaman, bolalarni bog'chada olishim kerak deydi. Yana bittasini qarasam, bitta opa oyoqlarini ko'tarib raqsga tushyaptilar, maza qilib. Opa maza qilib o'ynayapti, berilib o'ynayapti. Bir maza qilib o'ynagan odam 20 yilga yosharar ekan. Opa bir 50 yilga yoshar dedim. Maza qilib o'ynayapti-da. Nima qilib o'ynayapti-da? Qarasam, u bechora opa maza qilib o'ynamayapti ekan. U oyoq kiyimini yo'qotib qo'ygan ekan, izli yurgan ekan. Mana qiladi. Qo'yil dedim. O'shiga turgan raisdan so'ram, "Rais bor" dedim. Mana deb bu to'yni tugash qanaqa bo'ladi dedim. Toshkentda onalarga gul bergandan keyin to'y tugaydi dedim. Bu yo'q dedim, Samarqand, Buxoro, Navoiy taraflarda dedim. Tort kesgandan keyin dedim, to'y tugaydi dedim. Endi Qashqadaryo, Surxondaryoda dedim, qachon tugatadi uni o'zlari biladi dedim. Bu yoqda qanaqa desam, endi Elbekjon dedi, bu yoqda dedi, "Ha, ana ikkita kelgan raqqosa bor-ku" dedi. "Ha" desam, "O'shani" dedi, "bizni odamlar 2 marta tepaga o'tadi" dedi. "O'sha payt tugatib yuraverasan" dedi. "Agar o'sha payt tugatmasang, butun sassabni o'tadi, keyin qiyin bo'ladi Elbek" dedi. Nima qilib keyin to'yda bilasizlar, hovlida to'yda san'atkorlarni, haligi san'atkorlarning stoli degan joy bo'ladi, hovlining to'yida. O'sha san'atkorlar stol to'y qizyapti, o'tiribman, bir aka keldi. "Elbekjon, kamchiliklar yo'qmi?" "Aka, kamchilik yo'q" desam, baliq qovurib olib keldi, go'shtlarni qovurib olib kelyapti. To'yxonada tortilmagan, qo'yilmagan narsalarni ham san'atkorlar stoliga olib kelib qo'yapti. Shunaqangi bezab tashadi, shirinliklar, dahshat qilib tashadi. U aka nimadir dardi bor deb o'yladim-da. Meni oldimga sekin kelib, "Elbekjon" dedi. "Ha" desam, "Ha, ana ikkita raqqosa bor-ku" dedi. "Ha" desam, "O'sha qizil ko'ylakdagini raqamini bering Elbekjon" dedi. "Aka, men bera olmayman" dedim. Uni hofizdan so'raysiz dedim. Men unaqa ish qilmayman, men boshlovchiman. "Elbekjon sevgi yosh tanlamaydi" degan rost gap ekan. "Shuni raqamini bering" dedi. "Aka, men bera olmayman. Yangam bordir, xotiningiz bordir, bola chaqangiz bor" desam, "Xotin bor, mazasi yo'q" dedi. "Nima bo'lgan" desam, "Gripp tekkan" dedi. Gripp tekkan bo'lsa tuzalar" desam, "Unday demang Elbekjon, unday demang. Yangangiz koronavirus bo'lgan, o'sha qaytalandi. Doktorlar hozir ko'p umid qilmang" deyapti. Shu o'rtada pauza bo'lmasin deb shu raqqosa nomerini so'rayman Elbekjon sizdan. "Shuni bersangiz raqamini" dedi. "Yo, men bera olmayman aka" dedim. "Shuni cho'ntagidan bilmayman 700 mingmi, 800 ming qancha pul oldi-yu, shunday cho'ntagimga soldi-yu. Pul yomon narsa-da, pul. Pul yomon, odam birdan o'zgartirib yuboradi. Lekin eski boylarni o'zgartirmaydi. Men o'zgarmadim. O'zgarmadim, jim turibman. "Aka, bermayman" dedim. Shuni cho'ntagidan yana 1,5 million chami qanchadir pul oldi, yana cho'ntagimga soldi-yu. Yomon ikkilandim-da lekin bermadim. "Bermayman aka" dedim. Shuni oldi-yu, bir 2 million, 2,5 million pul oldi-yu, shuni cho'ntagimga soldi. Juda qiynaldim lekin bor-ku. Lekin 90lik aka yozib oling dedim. 915 18 ha dedim, doirachini raqamini berib oldi. Ertalab hali uyqudan turganimda doirachi telefon qilyapti. "Alo, Elbek, yaxshimisan?" "Ha, yaxshi." "Meni raqam kimga berding?" "Tinchlikmi?" desam, "Kimga berding? Menga qaydir begona erkak ertalabgacha sevgi izhor qildi" deydi. "Uni 5,5 million pulni qaytarib berishimiz kerak. Ikkalamiz bo'lsa mazamizni qochiradi. Tezlashtirgin" dedi. To'yda bo'lgan voqea. Lekin mana shu to'ylar deyapmiz, to'yda statistik ma'lumotlarga qaraganda sevilib uylanganlar ko'proq baxtli bo'lar ekan to'yda. Ayniqsa sevishganlarni unashtirib qo'yinglar, bir kuzating, telefonda shunaqangi suhbatlashadi bular. Voy. Ona tili adabiyot o'qituvchisi yurak bag'ri qon bo'lganda to'rt qator she'rni yodla deb. Lekin u yodlamagan. U nima qilgan? U lekin sevgan qiziga dostonlar yodladi. Layli va Majnunlardan keltirib beradi sevgan qizi uchun.
Yangi sevishganlar to'yda oldin telefonda suhbatlashyapti ekan. Bular suhbatini qarang. Yigit qizga qarab telefon qilyapti ekan. Aliyo, hayotimning kemasi desa, qizim nariyoqdan turib, "Aliyo, kemamning kapitani" debdi. Qaydan topyapti bular bu gapni? Biz bunaqa dengizda yo'q-ku bizda. Sendan bitta narsani so'rayman. So'rang debdi. Menda oldin bironta yigit bilan gaplashganmisan? Gaplashgan bo'lsang, aytgin, to'ydan keyin urush janjal qilib yurmaylik desa, qiz hech kim bilan gaplashmaganman dedi. Yo, gaplashgan bo'lsang, aytgin, to'ydan keyin urush janjal qilib yurmaylik desa, qizni jahli chiqibdi-yu. "Ey, bitta bolamni o'rtaga qo'yib qasam ichaman, hech kim bilan gaplashmaganman" degani. Haqiqatan telefon yomonda, telefon chiqdi, so'rab surishtirib uylanish kerak. Onaxonam o'g'ilni urishayotgan, bolam hech zamonda odam sevgan qizini, vafodor yorini jufti qalon telefondan ham xotin topadim. Uni 7 mahallasini so'rab surishtirib, ota-onasini so'rab surishtirib, undan keyin uylanmaysan bolam desa, o'g'li ham, "Bo'pti, oyijon, boshqa telefondan xotin topmayman. O'zingiz dadam bilan qanaqa tanishgansiz?" desa, ona ham berilib ketdi. "Ey bolam, bizniki juda romantika bo'lgan. Ey, soat 1:30midi, kechasi 2midi shu oy to'lishgan payti dadang meni qimorda yutib olgandi" degan ekan. Yo'q, qara. Shuna sevib deyamiz, mana yigit bilan qizni yulduzi bir-biriga to'g'ri kelsin deymiz, a? Yo'q, bu noto'g'ri. Hozir kelin bilan qaynonani yulduzi bir-biriga to'g'ri kelish kerak. O'shanga baxtli oila bo'ladi. Yaqinda men televizorda qarab, shuni yoshlar kanaliga qo'ysam, kinoga qaynona kelin haqida, serial qaynona kelin haqida, klip, qo'shiqlar qaynona kelin haqida. Bolajon kanaliga qo'ysam, multfilm ham qaynona kelin haqida bo'lyapti. O'zim ham Tom va Jerry degan multfilm bor-a? O'sha mushuk qaynona, sichqon kelincha. O'sha qaynona kelin haqida o'sha. Hozir mana qaynonalarimiz kelishgan bu yoqqa. Qaynonalarimiz maza qilib konsert ko'ryapmiz. Biz maza qilyapmiz. Mana bu yoqqa dam olyapmiz deb yuribsizlar-da. Hozir kelinlar u yoqda bayram qilyapti. Bitta qo'y suyiga. Kavobchani osga. Maza qilib 4-5 ta avsin, Bunyodbek Saidovni paporisini qo'yib olib, Üzülsen, kara içmiş üzülsen, kara kızların en sarısı üzülsen, kara içmiş üzülsen, kara kızların en sarısı üzülsen. maza qilib o'ynashyapti hozir u yoqda. Hozir uyga borsanglar bor, 2 kun Toshkentga turib boringlar, 10 kiloga vis oladi. Borsanglar qo'lida zubachiska. Qaynona ham ko'rinmay ketdi. O'rni ham bilinmayapti, kelmagani ham yaxshi. Toshkentlar qolib ketsin. Maza qilib yuribdi-da. Baraka topsin lekin, ha. Bir qaynonadan so'radi. Mana kelinlarni to'ylarga, bayramlarga olib kelsangiz bo'lar ekan-ku desam, "Elbekjon, bularni uyga tashab kelib bo'ladimi? Hamma narsani kovlab titib tashyapti" deydi. Nima qilibdi olsangiz pensiya olarsiz dedim. O 1,5 million shu nima qilibdi kovlasa dedim. O'zi qaynona so'zi Yunon tilidan olingan bo'lib, qoningni ichaman degan ma'noni beradi. Kelin so'zi grek tilidan olingan bo'lib, bilganimda qilaman degan ma'nolarni anglatadi. Zamonaviy maqolda, to'g'rimi? Bir qaynona kelin qilgandan keyin, "Voy kelinjon, siz kelgandan keyin xonadonimizga fayz baraka kirib keldi. Shunaqangi ovqatlarni shirindan shakar qilyapsiz. Sizdan bitta narsani so'rayman. Shu yog'ni dog' bo'lganini, bo'lmaganini qayerdan bilyapsiz?" desa, kelinlar, "Oyijon, bu juda oson-ku" debdi. "Qayerdan bilyapsiz?" desa, qizib turgan yoqqa "Tu" deysiz, "Jiz" desa, o'sha dog' bo'lgani dirmish. Aytdim, "Ovqatlaringiz nimaga shirin?" desam, "Ha, shu dog'lashga qattiq e'tibor beraman, oyijon. O'shaning uchun dog'lanmagan emas, tayyor dog'langan anhor paxta yog'larni olib beraveraylik." Yoniga qo'shimcha qilib ferri gaz plitasi olib bersanglar, pishirgan. Keyin bolalarning qo'liga bolajon 700 o'yin seti ketsam, o'yinchoqlar olib berasiz. Ana bayram. Ha, bayram. Men ota-onam tashrif buyurganlar bugun. Men bitta onamga gul bersam, ha. Onamga gul bersam.
Onam aytdilar, Yilbek dedilar, ha, konsert, Toshkentga konsert berisham o'zi bo'lmaydi, Yilbek dedilar. Ha, ona dedim. Nimaga ona desam, konsertingga pul yetmay qolsa shu pensiyamdan yordam qilaymi deydi. Ona da baribir. Ana sog' bo'ling. Qarsa kelib ona. Onajonim, siz mehribonim. Onajonim, siz xushzavonim. Munisa, darddoshim, metin bardoshim. Onajonim. Bu hammasi quvonch ko'z yoshlari. Quvonch bu xafagarchilikdan emas, quvonch ko'z yoshlari. Odam xursandligidan shu kunlarga yetkazganiga shukr. To'y mavzusiga ketayotdik-a? Haqiqatan to'ylarimiz zo'r bo'ladi-da. Qoyil qolasiz. Men o'zim uylanish to'yim ham zo'r bo'lgan. Men vodiydan uylanganman. Vodiydan uylanganman. O'zim Samarqandlikman. Endi taqdir taqozosi bilan shu vodiyga nasib qilgan ekanda, Farg'onadan uylanganman. Farg'onada uylanganman. To'yim shunaqa muzday, sovuq qish kuniga to'y bo'lyapti. 16-yanvarga to'y qilyapmiz. Hovlida to'y qilamiz. Buxorodan hofizlar aytganmiz. 13 ta hofiz kelgan. Sozandalari bilan birga to'yxonadan chiqdik. Ertalab Samarqandda osh bo'ladi, bilsanglar, osh, nahor osh bo'ladi. O'sha nahorni o'tkazdik. Ana endi hofizlarda kimdir olib borib mehmon qilish kerak uyiga. Men aytdimki, tog'am bilan amakimga bir mehmon qilaylik dedim. Uyga ho'kiz so'yilgan. Ho'kizdan bir 10 kilo go'sht kesib oldik-ku, bordik. Mehmon qildik. Men o'zim ham nikohgacha bemalolman, shu ovqatga yordam beraman dedim. Bordik, yog'ni soldik, qozonga men o'choqqa o'tin yoqayapman. Yog' yomon yonaygan lekin bor-ku. Shunaqa yonaygan. Bir payt yonib ketdi. Bunda qarasam, o'choqning boshiga qozonning qapqog'i yo'q. Bunda qarasam, yangamni xalat turgan ekan. Shatta xalatni oldik-ku, qozonning ustiga shuni yopuvdik. Xalat ham jetdi, chik etib tomib yoqqa tushdi-yu. Bir payt endi ana xalatni qolgan quyuqachalarni endi kapkir bilan olamiz desak, hofiz u yoqdan chiqib kelyapti. Yilbek, ovqat tayyor bo'lib qoldi deb qozonni oldik va kelyapti qozonni boshiga. Aytdim, tog'amga aytdim, nima bo'lsa tashang dedim, hozir hofiz ko'rsa dedim, oshda yemaydi dedim, ovqat dedim. Tashang dedim. Piyozni tashadi, kartoshkani tashadi, go'sht tashadi, qovurdik, zo'r ovqat bo'ldi. Ichkariga 20 ta odam o'tiribdi, 10 ta laganga qo'ydik. Mana zo'r bo'ldi dedik. 10 ta laganga turibdi. Ana endi anavi xalatni quyuqachalari bor-ku, o'sha go'shtga o'xshaykan. Go'sht mamnay pishgan, ana xalatni quyuqachalari mamnaqa bo'lganda. Hali g'ujuncha bo'lgan, sintetika-yu. Uni biz bilamiz, hofizlar bilmaydi. Oling, ikki og'iz yedik. Ikkinchi qoshiqni shunday olib, shunday yevdim, bitta narsa takir tukur qilib ketdi-yu. Men qarasam, tugma. Agar tugmani chiqarsam, shuncha odam ovqat yemaydi. Yutsam razmerini hisobga oldim tilim bilan. Bir tavakkal qilganman shunga, to'g'risi. Yutib oldim.
oldik, zo'r ketyapti. Yana bir og'iz oluvdim, ikkinchi tugma chiqdi-yu. Uni qarasam, u xalatni original tugmasi emas ekan. Hali ham yangam baraka topsinlar, shu bitta tugmani kichkinasidan qo'ygan ekanlar. Uni ham olib yutib oldim. 2-3 ta tugma yedim, qisqa, zo'r bo'ldi. Hofizam Elbek, o'shuncha to'ylarga yuramiz. Bunaqangi shirin ovqat yemadik. Bu ovqatning nomi nima Elbek? Dedi tog'am ham u yoqdan, "Jo'ra buni nomi xalat kabob bo'ladi" dedi. Hali kesanglar sizlarga chopon kabob, palta kabob qilib beramiz. Hali zo'r bo'ladi Elbek dedi. Baraka topishsin. To'ylarda qiziq voqealar ko'p bo'ladi. Men vodiyda uylanganman deb bekorga aytmagan. Vodiyda sarpoga 48 ta ko'rpacha berdi. Qo'ni qo'shni keladi, kelin ko'rgani. Ko'rpacha ko'rgan keldi ular. Gilamni ham o'rniga tashab qo'ydik. Men o'yladim, vodiy xalqini qoyil qoldirish qiyin. Vodiy xalqiga har xil u san'at oddiyga maza qilmaydi ular. Vodiy xalqi juda zo'r tushunadi san'atni. Ularni qoyil qoldi. Nima qilsam ekan dedim. Sevgi haqida she'r bor, ota-ona haqida she'r bor, vatan, do'stlik haqida she'r bor. Unda o'ylab qarasam, ko'rpa haqida she'r yo'q ekan, Elmurod aka. Eshitganmisiz? Eshitmagansizlar. Bugun premyera, ko'rpa sarlavhasi. Har bir boshda har turfa bo'lar ekan hangoma. Ikki boshga bir ko'rpa, shundan beri jangnoma. Tor ko'rpani talashib, oyoq qo'llar toladi, boshga tortganda sabil oyoq chiqib qoladi. Xotin istaydi orom, men istayman halovat. Chorak asrdan buyon bo'y bermaydi kasofat. Ikki boshni bir qilib yashab keldik yo'rmalab, bir ko'rpadan 4 bola chiqib ketdi o'rmalab. Ayo sabr qil qadimay, bu kunlar ham o'tadi, ko'rpamizdan xotinjon yana 2 ta bola chiqib ketadi. Adyolga yotsam agar uyqum uzoq ketmaydi, mana shu adyolni bolalarga ber, o'zimizni ko'rpaga yetmaydi.